Assalomu alaykum do'stim. Qandaysiz? Yaxshimi? Yaxshimi? Qanday yuribsiz? Bugun gashtak do'stim, borasizmi yo'qmi kechqurun soat 7larda? Qanday bu? Ziyofat beryaptimi Yo'q, gashtakmi? Pullik. Hammasi bu o'ziga olib boradi, yeganiga beradi. Tamom, bo'ldi. Charchadim-da jo'ra, to'g'risini aytsam, rosa ishladim bugun, yugur, bu yoqqa bor, kachkani ek, odamlarga qara. Charchadim, to'g'risi, borib bir dam olmoqchiman. Borsangiz yaxshi bo'lardi do'stim. Sizni joyingiz bar biladi. Dedor g'animat, gashtak bir o'tiramiz. Jo'rajon, borardim to'g'risi. Charchadim bugun. Yugur, yoqqa bor, kachkani ek, hasharchiga qarab charchadim jo'ra. Borardim to'g'risi. Ha, o'zingiz bilasiz do'stim. Mayli, ishlaringizga omad. Mayli, ko'rishamiz. Bo'pti, jo'ra, omon bo'l. Do'stim, assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimi? Yaxshimi? Qandaysiz? Bugun kashka ekish ishlaringiz yo'qmi? Yo'q, bugun kashka ekish yo'q-ku, jo'ra. O'zi tinchlikmi, nima gap o'zi? Bitta o'tirish bor edi-da, o'tirishga qatnaysizmi, yo'qmi deb so'ramoqchi edim. O'tirishga do'stim, to'g'risini aytsammi? Uyga ozgina ishim bor edi-da. Shu mollarga qaraysan. Shuda shunaqa ishlar. Do'stimiz o'tirishda o'zi polni stol ustini ko'taraman, haq beraman bugun deyatdi. Farzandli bo'lgan edi. Shuning uchun aytib qo'ygan edi. Men aytayotgandim-da, gruppaga ko'rmadingizmi, Telegram gruppasiga? Bugun Pekin ziyofatmi? Bo'lmasa men shunday uyga 5 minutga shunday borib kelaman. Narsani shunday almashtiraman, zingillab kelaman deysiz. Turingsiz bo'lsa.